Assalomu alaykum. Bugungi brifingimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sanitariya qoidalari, me'yorlari va gigiyena normativlariga rioya qilinishi bo'yicha ma'lumot beramiz. 2025-yilning 10 oyi davomida Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining hududiy boshqarmalari tomonidan 5448 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rejali tekshiruvlar o'tkazildi. Tekshiruvlar davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan jami bo'lib kimyoviy tahlillar uchun 134.185 ta namunalar olingan bo'lib, shulardan 4,8% talabga javob bermagan bo'lsa, bakteriologik tahlillar uchun olingan 130.330 ta namunalardan 10,5% sanitariya qoidalari va normativlariga javob bermagan. Guruhlarda xona harorati 32.770 tadan 4.425 tasida harorat talab darajasida emasligi aniqlandi. Yorug'lik ko'rsatkichlari 55.770 ta nuqtada o'lchanganida 6.800 tasida yoritilganligi pastligi aniqlandi. Tarbiyalanuvchilar ovqatlanishini to'g'ri va xavfsiz tashkil etilganligi ustidan nazorat amalga oshirish chog'ida mikrobiologik ko'rsatkichlarga tayyor oziq-ovqat mahsulotlaridan 14.030 ta namuna olingan bo'lib, 700 tasi talabga javob bermagan. Ichimlik suvidan 8190 ta namunadan 490 tasi talabga javob bermagan. Kimyoviy tahlillar uchun ovqat to'yimliligi 6690 ta namunalar tekshirilganda 1500 ta namunada ovqat to'yimliligi pastligi aniqlandi. Sabzavotlarda nitrat qoldiqlarini tekshirish uchun 16890 ta namuna tekshirilganida 320 ta namunada nitrat qoldiqlari aniqlangan. Osh tuzida yod miqdorini aniqlash uchun 3184 ta namunalar tekshirilganida esa 1123 ta namunada yod miqdori kamligi aniqlandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sanitariya qonun buzilish holatlarini yo'l qo'ygan mas'ullarga nisbatan 5670 ta holatda ma'muriy choralar, ya'ni jarimalar qo'llanildi. Shu bilan birga 230 ta muassasalarning ish faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tmagan 1095 nafar ishchi xodim ishdan vaqtincha chetlashtirildi. 9,5 tonnadan ortiq miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari brakiraj qilindi. Shu kabi chora-tadbirlar davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.